Salom do'stlar, sizlar bilan Zenzi Yuzubi. Bugun biz Minecraftni o'zbekcha qilishni o'rganamiz. Mana biz Telegramga kirib oldik va meni Telegram kanalimni yozib olamiz. Mening silkamni yozib olganman. Silkamni yozsangiz chiqadi. Ismim va familiyam. Keyin 12 qoldirib qo'yamiz. Xuddi sizda ham xuddi shu chiqadi. Shuni ustiga bossangiz, men Telegram o'tganman. Bu yerga har xil modlarni tashlab o'taman. Obuna bo'lib qo'ysangiz yaxshi bo'lardi. Bu yerga har kuni har xil modlarni qo'shib o'taman. Mana shu ko'rib turganingizdek shu modni tashlab qo'yganman. Xuddi shunday rasm turadi. Va biz fayl ustiga bosamiz. Bossak Minecraft yozuvi chiqadi. Shuni ustiga bosamiz. Avtomatik Minecraft o'yiniga kirib ketadi. Hozir ozgina kutamiz. Mana kiryapti. Mana do'stlar, Minecraft o'yiniga kirib qoldi. Tepada shunday yozuv chiqadi. Men o'rnatib bo'lganman. Shuning uchun Nastroykaga kiramiz. Va global resursdan shu modni faollashtirib qo'yamiz. Mana bu shunday bo'lganiga ishonmang. Bu yerdan chiqib ketsak, mana resurs o'rnatilmoqda. Sizga ham shunday ozgincha kutib turadi. Ozgincha kutsangiz, mana ko'rishingiz mumkin. O'yining sozlamalar, bozor. Mana ko'rsangiz, mana konteynerlar, video, hammasi, qo'l yaratish, qog'oz qo'g'irchoq yaratish, hammasi bor. Bu mod 100% ishlaydi. Mana ko'rishingiz mumkin. 100% ishlaydi. Bu o'yinda ham ishlatishni o'rgatib o'taman. Hozir yangi o'rta yaratamiz. Mana mana resurslardan yana faollashtirib qo'yamiz. Ko'rsangiz mumkin, yarating. Hammasi o'zbekchada omon qolish, davom etish. Mana o'yinga kirib ketamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Joystick hammasi o'zbekchada. Mana ko'rishingiz mumkin, o'zbekcha. Hamma narsa o'zbekcha. Mana davom etish hammasi. Oskar bo'lishini kutamiz. Ko'rishingiz mumkin. Mana kirib oldik. Ko'rishingiz mumkin. Mana hamma narsa o'zbekchada. Mana paxtali devor, hammasi o'zbekchada, qurollar, mana blok, hamma narsasi o'zbekchada. Mana hammasi o'zbekchada. Mana emak eshik, arochi eshik. Ko'rishingiz mumkin, hamma narsa o'zbekchada.
Video yoqqan bo'lsa like va подписка bosish esingizdan chiqmasin. Mening Telegram kanalimga obuna bo'lsangiz, bu yerda men har xil moblarni tashlab o'taman. Hozir hamma o'ynayotgan Oniblock u modni ham ertaga tashlab qo'yaman. Video yoqqan bo'lsa like va komment yozish esingizdan chiqmasin.